Assalomu alaykum. Hurmatli elparvar jamoasi, Shuhrat Musayev, Sherzod Mo'minov, yana bloger qizimiz bor, Ruhiyaxon Bayitova. Hammalaringizga katta rahmat. Bizlar minnatdormiz shuncha muammolarimizni hal qilib berdingizlar. Mana Paxtakor tumani, Paxtakor mahallasini obodonlashtirishlariga yordam beryapsizlar. Shuncha xalqni 1200 xonadon aholini eshitib, shuncha dardini, muammolarini hal qilganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Mana xalqimiz ham sizlarga minnatdorchiligini bildiryapti. Ko'p yashanglar, rahmat sizlarga. Gapiramiz endi, kimga nima deydi. Baraka topinglar, rahmat ishqib. Baraka topsin Shuhrat Musayev. Hamda Ruhiya opa, baraka topsin, umri uzoq bo'lsin. Rahmat hammalaringizga. Hammalarimizga rahmat, Ruhiya sizga ham rahmat. Shuhrat Musayev guruhi jamoasiga ming rahmat. Bizning mana shu buzilish ishlarimizda katta yordam berdilaringiz. Mana mahallamiz obod bo'lishiga ham katta yordam beryapsizlar. Sizlardan minnatdormiz. Keyin Ruhiya opamizga ham ming rahmat. Ruhiyaxon nosi bilan ham. Bayitovaga rahmat. Kishiga ham katta rahmat. Xalq bilan qadamma-qadam yurib, mana shu yerda hamma dardimizni eshitib, bizni muammolarimizni hal qilishdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Alloh sizlardan ming rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar.